Assalamu alaikum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, uyda. Qo'limda Yar Muhammad Tahir To'g'liqning Qoida yo'sullarimiz degan kitobi. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lganim qutlug' va parhezlik ishlar degan temadagi qoida yo'sullarimiz. Xo'sh. Her bir milletning xosiyatli qutlug' ishlari, qutlug' son, qutlug' vaqt, qutlug' rang, naslik ish, naslik vaqt, naslik son, naslik rang, naslik kun degandek aqida odatlari bo'ladi. Yemek, içmek, kiyim-kechak jihatdimi parhezlik ishlari bo'ladi. Mana shu qoida yo'sullariga asosan muhim ahamiyatli ishlar uchun qutlug' kun, aylarni, qutlug' sonlarni va qutlug' ranglarni tanlaydi. Bu xil odat ularning turmush odatiga cho'nqur yildiz taqқан bo'lib, turmushga rangarang ma'no va mazmunlarni qo'shgan. O'zlari odatlangan qutlug' vaqt, qutlug' son, qutlug' rang, qutlug' qadamlari orqali xotirjamlikka, ishonchga ega bo'lgan. Bundaq odat kuchi ularni davrlardan davrlarga, avloddan avlodga ulashtirib kelgan. Sayyorlarning, yulduzlarning harakati orqali ular naslik kun, oylarni bekitgan. Qutlug' oy kunlarda safarga chiqqan, urush qilgan. Naslik oy kunlarda bo'lsa safarga chiqmagan, urush qilmagan. Uyg'urlarning parhezlik va xosiyatlik deb qaralgan odat mazmunlarimi nihoyat ko'p bo'lib, mundaq bir qancha taraflarda ifodalandi. Qutlug' parhezlik vaqt tushunchasi. Xalqimiz qadimdan tortib sayyorlar va yulduzlarning harakat qonuniyatiga asosan ularning hayotga ko'rsatadigan ta'sirini kuzatgan va nurg'un bilish natijalarga erishgan. Masalan, ko'rt g'azabni yo'riydi. U qayam baqsa, yashargan narsalarni qo'rtib etadi. Qutatqu belik 133-bet. Sovet suyumdik. U baqsa, xo'shallik yuzini ko'rsan. Qutatqu belik 135-bet. Kimki orzuga yo'qishsa, tilakka yetadi. Qutatqu belik 136-bet. Yuqorqi tushunchalar qadimki ota-bobolarimizning tabiat hodislari, jamiyatdagi o'zgarish va har bir odamning qismatlarini yulduzlarning o'zgarishiga boqadi degan tushunchalarning ifodasi edi. Mana bu shundaq tushunchalar asosida nurg'un parhezlik vaqt tushunchalari barliqqa kelgan. Yakshanba ish boshlaydigan, cho'nglar bilan uchrashadigan baxt, saodat, izzat, hurmat kunidir. Yulduzi shamsdir. Dushanba safarga chiqish, ish boshlash, davolanish qatorliq ishlarni qiladigan baxt, davlat va izzat, hurmat kunidir. Yulduzi qamar. Oyning 27-si muborakdir. Ayning 26-kuni barliq ishlarga nas kundir. Mashrabning bir g'azalida 7 kunning 6 kunini muborak kun hisoblab, sayshanbani nas atagan. Men ular holatga yetdim, ey namozim shanbakal, shanbiga ulgurmasang shafqat qilib yakshanbakal. İki alemning chirog'i şol kuni topdi vujud, Mustafa'nın hürmetidan dilbirim dushanba kel.
Nəs atapdı 7 günning ichida sayshanbani, mustajib bo'lgan duoning hurmati chorshanba ekan. Neçə payshanba o'tib kelmak muyassar bo'lmasang, o'lgunimda yod etarsan ozni kuni tuproq ekan. Yuqorqilardan boshqa qandoq kunlarda safarga chiqish, qandoq kunlarda kir yuyish, qandoq kunda uy ko'chish qatorliq turmushdagi har bir kun soatlargacha belgilab chiqqan. Shunga yaxshi kun, yaxshi qutlug' soatlarni talab qilib, qozonga yoq qo'yganda 12 vaqt 24 soatni tilga elib, yaxshilik tilash odati shakllangan. Biz buni xurofotlik demaymiz. Tecrübe ve adet deymiz. Çünkü nurg'un ishlarni, u ishlarning vaqt bilan bo'lgan munosabatini bilmaymiz. Shunga bu haqda aldirab hukm chiqarmaslik lozim deb qaraymiz. Uyg'urlarning naslik vaqt, ya'ni nas basgan vaqt, qutlug' vaqt tushunchasi xuloslangan asar Saatnamada ko'rsatilishicha, yilda 24 kunni nas kunga chiqargan. Bu kunlarda hech qanday ishga qadam qo'ymaslik ta'kidlangan. Hatto bu kunlarda tug'ilgan bolami zolim, yomon ishlar bilan shug'ullanuvchi bo'lib qoladi. Bu kunlarda kasalga giribdor bo'lgan odamning kesili shifo topmaydi deb ko'rsatilgan. Bu 24 kun tafsili tonuşturulubdu, lekin bunu okumay dedim. Çünkü eğer şu kunlarda tug'ilib qolganlar bo'lsa, beharam bo'lmasin dedim, eng muhimi. Buni o'tkazay. Bo'libmi, oyning 13-kunini yamanroq nas kun hisoblab, uni barliq ishlar uchun yomonlik elib keladi deb qaragan. Hafta kunlari ichida seshanba kunini nas sanab, bu kunda safarga chiqish va boshqa muhim ishlarni qilish cheklangan. Yana bir tema baldur yetish. Kechda balduroq aram elish, kechda sirtlarda yurmaslik turmush yo'sollarining biri. Yalğız mangan karvanning, kechada yalğız mangan erning jeniga voy deyiladi. Baldır yatqanda səhər turğulu boludu. Əsli yaratilmiş qanuniyyətdimi keçisi aram elişqa, köndəzi işləşqə yaratılğan. Bu ikisini düm kömtürüb qoyuşqa bolmaydı. Yana bir tema səhər turuş. Uyğurlarning yaşaş adətində səhər turuş ta'kidlanadi. Çünki səhərdəki uyqu rizqni kamaytidi deb qaraydi. Hatta şundaq aqida ham borki, sahardagi mushdimmi qaytma deyiladi. Sahardagi mushdimmi qaytma. Har qanday ishning beshi sahardan boshlanadi. Sahar tursa, shu kunning barakati bo'ladi. Ish ronaq topadi. Tan sog'lom bo'ladi, ko'ngil yo'ruq bo'ladi. Umr uzun bo'ladi. Uyqu yerim o'lim degan gap bor. Uxlash faqat mengini aram aldirish uchun bo'ladi. Hargizmi uxlab olish uchun emas. Uxlagan vaqtlarni umrdan chiqarib bo'ladi. Bekmo bir xil odamni o'ylantirdi, bu xil odat, yo'sullarimiz kichik vaqtlarimizda cho'ng apashlar ağızlardan anlagan, keyin özümüzmü şu bo'yicha ish qilgan, amdiki gap bunda qoida yo'sullarimizni farzandlarimiz bo'libmi muhojiratdagi farzandlarimiz davom ettiralamdi yo'q, bu mana biz ota-onalarga bog'liq bo'lib qoldi. Ma'qul amsa bu qitimqi kitob o'qishimiz mushinchalik bo'lsin, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'laylik. Xayr xo'sh.